Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam aytadilar, 3 ta birodar yo'lga chiqibdilar, birdan jala quyib, shunaqa to's-to'polon bo'lgan ekan, uchala do'st qochib bir g'orga kirib oldi deyaptilar Payg'ambarimiz alayhissalom. Sahobalarga mana shunday hikoya qilib aytib beryapti. Uchala do'st g'orga kirib o'tirgan ekan, nima bo'pti? Tepadan katta bir parsang tosh tushib, ular o'tirgan g'orda og'zini berkitib qo'yibdi. Nima qiladi bunaqa paytda inson? Alloh eslaydi-da. Uchala do'st o'sha yerda turib duo deyishni boshladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar, duo qildi, boshqa qildi, hech natija yo'q. Shunda ichlaridan bittasi aytibdilarki, kim bir amalini Alloh uchun qilgan bo'lsa, shu amalini agar Alloh qabul qilgan bo'lsa, uni o'rtaga vasila qilib qo'shib duo qilsa, duosi qabul bo'lar ekan. Men shuni eshitganman dedi. Ha bo'lmasa shunaqa duo qilaylik dedi ulardan biri. Shunda aytgan odam duo qildi. Aytdiki, men bitta ish qilganman, buni men va Allohdan boshqa hech kim bilmagan. Meni uyda qari ota-onam bor. Biz juda ham kambag'almiz. Uyda bir sog'in hayvonimizni sutini ichib yashaymiz. Bir kuni men sut sog'ib kelgani chiqib ketsam, otam bilan onam ikkalalar o'tirib uxlab qoptilar. Men kirib bermoqchi bo'lsam, uxlayaptilar. Uyg'otgani hayo qildim, ammo meni bolalarim och edi. Hatto bir bolam o'rmalab kelib oyog'imni tagida tirmashib ovqat desa ham men unga bermadim. Bolamga ichim og'rib, qalbim ezilib tursa ham ular uyg'onguncha bermadim. Ular uyg'ongandan keyin ota-onamga berib, keyin bolalarga berdim. Bu ishni men shu holatda o'tirganimni ota-onam bilmadi. Buni faqat Alloh uchun qilgan edim, Allohning roziligi uchun. Ya Rabbi, agar shu amalimni qabul qilgan bo'lsang, bizga najot ber deydi, tosh silchib ketdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytibdilar. Ikkinchisi aytibdiki, meni uyimga bir mardikor olib kelib usta ishlatganman. Har kuni unga bir qism beradigan haqni gaplashganman. Eng oxirgi kuni o'sha haqqini olmay ketib qopti. Men kutdim, kelmadi. Keyin u haqqiniga men bitta qo'y olib qo'ydim, kesa olar dedim. Qo'y 2 ta bo'ldi, 3 ta bo'ldi, ko'payib yillar o'tdi. Bir kuni eshigim taqilladi. Eshikni ochsam, o'sha oldin ishlagan haligi mardikor usta, sizda meni bir kunlik haqqim qolib ketdi deb aytdi. Men unga, ha to'g'ri aytasan. O dalaga chiqsang bir qancha qo'y echkilar turibdi, o'sha seni bir kunlik haqqing. U menga qarab, meni mazaq qilmang dedi. Deyodi, men Allohga qasamki seni mazaq qilayotganim yo'q. U seni haqqing deb aytdim. Lekin aslida men unga o'sha bir kunlik haqqini berib qo'ysam bo'lar edi. Lekin uni haqqini Alloh ko'paytirgan edi. Men bu ishni Alloh uchun qildim. Allohim menga najot ber endi. O'sha ishimni hurmatidan deb duo qildi, yana tosh siljidi. Uchinchi do'sti aytdiki, menda dedi hech qanaqa bunaqa ish yo'q dedi. Lekin bir marta Allohdan qattiq qo'rqqanim bor dedi. Ha aytib ber. Amakimning qizini yaxshi ko'rib qolganman. Bir kuni o'g'irlab qochib ketdim. Bir joyga qo'yib amakimning qizini oldiga kirgan edim. Amakimning qizi menga qarab, "Ittaqi minalloh ibn ammi." Ey amakim o'g'li, Allohdan qo'rq dedi. Hech kim ko'rmaydi dema, yer tagida harakatlanayotgan shumolini ko'radigan Allohdan qo'rq. Meni haqqimni bermasdan, ya'ni nikoh qilmasdan menga yaqinlashma dedi. Men unga qarab shu darajada Allohdan qo'rqib ketdimki, men yaqinlashmasdan chiqib ketdim. Men bu ishni Allohdan qo'rqib qildim, boshqa hech kimdan emas. Alloh bizga najot bersin endi deb duo qilib tosh yumaladi. Hadis sahih. Rasulimiz alayhisalom buni aytdilar. Bu mashhur qissa azizlar. Hamma hadis kitoblarda bor. Payg'ambarimiz alayhisalom buni nima uchun aytdilar? Shorihlar, ya'ni shu hadisga sharh beradiganlar aytadiki, birinchi navbatda demak, kim bir ishni Alloh uchun qilsa shubhasiz qabul ekan. Ikkinchisi, shunaqa ishini o'rtaga qo'yib, qiyin mahalda vasila qilib duo qilsa, duosi o'tar ekan. Uchinchisi, mana shu uchala amal ham Allohning qoshida qabul bo'lgan ekan. Ota-onani afzal ko'rish. Biz qilamiz deymiz, qila olmaymizda, lekin birinchi bo'lib bolamiz yesin deymizda, onamiz emas. Ro'zani kunida ham hozir iftorlikda onam nima yekin demayapmizda, bolamizni o'ylaymiz, Alloh kechirsin. Aslida birinchi ota-ona, keyin farzand bo'lish kerak edi. Buni qila olmayapmiz. Agar shuni Alloh uchun qilsak edik, keyin duoyimiz qabul. Ikkinchisi, birovning haqqidan shu darajada qo'rqyapti. Bizda ayni ustani haqqidan qo'rqmaydigan bo'lib qoldi hozir. Ishlatib oxiriga kelganda bir kamchiligini topib qayda boradi. Bermaslik uchun. Uni haqqi edi u. Yuqoridagi qissada berdi-ku qancha bo'lsa ham. Uchinchisi, haromdan, zinodan hazar qilishlik ham taqvo ekan. Mana bu eng buyuk taqvo ekan. Va bu go'zal amal Allohning qoshida qabul ekan.
Demak, mana shu narsani biz bilishimiz kerak. Men bu hadisni hozir o'qiganimda o'zimga savol berdimda, Allohim, agar men uchala do'stdan bittasi bo'lsam, qaysini aytib duo qilardim ekan deb. Siz ham yig'laysiz, savol bering o'zingizga. Agar o'sha 3 ta do'stdan bittasi bo'lganingizda, qaysi amalingizni aytib duo qilardingiz? Sadaqani beraman desangiz, maqtanish chiqib qolyapti. Ibodatimizni aytamiz desak, riyo chiqib qolyapti. Qaysi amalimiz bor? Agar biz bo'lganimizda o'sha g'orda uchala do'stdan bittasi qaysini aytar edik? Agar shunday amalimiz yo'q bo'lsa, bugun yig'lab Alloh uchun amal qilishlikka o'tishimiz kerak. Ammo lekin bir kuni biz ham mana shunaqa g'orda berkinib qolishimiz bor azizlar. Faqat biz berkinadigan g'or tog'da emas, yerning tagida. Qabrda ham bizni shu ixlosli qilgan amalimiz najot beradi. Shuning uchun hamma amalda azizlar faqat xolislik, ixlos Alloh uchun bo'lish kerak. Hatto al-hubbi fillah val bughd fillah. Yaxshi ko'rsangiz ham Alloh uchun yaxshi ko'ring, yomon ko'rsangiz ham Alloh uchun yomon ko'ring. Ana bu ixlos azizlar.